Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mavzuga doir test topshiriqlarini tahlil qilishni boshlaymiz. Birinchi savol. Quyidagi formulalardan qaysi biri to'g'ri ko'rsatilgan? Bizga ma'lum, bu javobda qoldiqli bo'lishning formulasi to'g'ri ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda A bo'linuvchi, B bo'luvchi, N qoldiq to'liqsiz bo'linma va R qoldiq. Qoldiqimiz 0 ga teng bo'lishi yoki har doim bo'luvchidan kichik bo'ladi. Ikkinchi savol. Qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi? Bizga ma'lum, qoldiqli bo'lishda qoldiqimiz manfiy son bo'lishi mumkin emas. Demak, bu javob o'z-o'zidan xato. Javobda keling birgalikda amalni tekshirib ko'raylik. 2 ni 9 ga ko'paytirsak 18, 18 ga 5 ni qo'shsak 23, to'g'ri. Ammo bu yerda bo'luvchimiz 2 ga teng, ammo qoldiq 5 ga teng. Demak, javob ham o'z-o'zidan to'g'ri kelmaydi. Demak, C javobda 8 kara 5 40 va 40 ga 3 ni qo'shsak 43. Demak, C javob qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Navbatdagi 3-savol. 327 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 18 ga va qoldiq 3 ga teng bo'ladi? Dastlab 327 dan 3 ni ayiramiz, ya'ni qoldiqni ayirib tashlaymiz. Demak, bo'linuvchi 324 ga teng bo'ladi. Va 324 ni qandaydir bir bo'luvchi B soniga bo'lganimizda bo'linma 18 ga teng bo'libdi. Bu sonini aniqlashimiz uchun 324 ni 18 ga nisbatan aniqlashimiz kerak. Demak, bu javob. Navbatdagi 4-savol. Ushbu 524 plus 180 sonlari yig'indisini 26 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Dastlab yig'indini keling birgalikda hisoblaymiz. 524 ga 180 ni qo'shsak, oladigan natijamiz 704 ga teng bo'ladi. Va biz 704 ni 26 ga nisbatini va nisbatdagi qoldiqni aniqlashimiz kerak. Demak, 704 ni 26 ga bo'lamiz. 2 dan beramiz. Xo'p. Demak, 52 184 ning ichida 7 marotaba bor. Demak, bizda hosil bo'ladigan qoldiq 2 ga teng bo'ladi. 5-savol. Natural sonni 8 ga bo'lganda 12 qoldiq qolishi mumkinmi? Yo'q, chunki qoldiqimiz har doim bo'luvchidan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni 8 dan hozir 12 sonimiz katta bo'lib turgani uchun 12 qoldiq qola olmaydi. 6-savol. Quyidagilardan nechtasi qoldiqli bo'lishni ifodalaydi? O'z-o'zidan ma'lum 6-xato. Demak, bularni ketma-ket bajarishimiz kerak. 3 kara 5 15 va 15 ga 2 ni qo'shsak 17. Demak, bu to'g'ri. Bu xato, chunki 2 ga bo'lganda 5 qoldiq qolishi mumkin emas. 3 kara 12 36, 36 ga 1 ni qo'shsak 37. 4 kara 7 28, 28 ga 6 ni qo'shsak 34, to'g'ri. Ammo bu yerda 4 ga bo'lganda 6 qoldiq qolishi mumkin emas. Demak, buning o'zi ham xato. Xo'p, 5 kara 4 20, 20 ga 4 ni qo'shsak 24 va bu to'g'ri bajarilgan. Demak, bu yerda 3tasi to'g'ri bajarilgan. 7-savol. 7 metr uzunlikdagi yog'ochdan 40 santimetrli g'olalar qirqib olinmoqda. 18 ta g'ola hosil bo'ldi. Oxirgi g'olachaning uzunligini toping. Demak, dastavval 7 metrni santimetrga o'tirib olamiz. Bizga ma'lum 1 metrning qiymati 100 santimetrga teng. Bundan kelib chiqadi 7 metr 700 santimetrga teng. Va 700 santimetr uzunlikdagi yog'ochni biz 40 santimetrli g'olalarga ajratdik. Va bundan kelib chiqadiki, demak, bizda 17 ta 40 santimetrlik g'ola hosil bo'ldi. Oxirgi g'olachaning uzunligini topishimiz uchun biz qoldiq hadni hisoblashimiz kerak. Demak, bundan kelib chiqadiki, oxirgi g'olachamizning uzunligi 20 santimetrga teng bo'ladi. Chunki 17 ni 40 ga ko'paytirsak, bizda 680 chiqadi. Bizning qo'limizda 700 santimetr uzunlikdagi yog'och bo'lganidan keyin uning 680 santimetr qismi 40 santimetrlik. Demak, bundan 20 santimetr oxirgi 18-g'olaning uzunligi 20 santimetr ekanligi kelib chiqadi. 8-savol. Maktab ma'muriyati har bir bitiruvchi o'quvchiga sovg'a qilish uchun 370 dona gul xarid qildi. Har bir o'quvchiga 3 donadan gul berildi va 1 dona gul ortib qoldi. Maktab bitiruvchi o'quvchilarning soni qancha? Buni aniqlash uchun 370 dan 1 ni ayiramiz, ya'ni qoldiqni ayirib tashlaymiz. Bundan kelib chiqadi 369 ta. Demak, har bir o'quvchiga 3 tadan gul berilgan bo'lsa, 123 ta bitiruvchi o'quvchilar bor.
9-savol. 111 ni qandaydir songa bo'lganda bo'linma 20 ga, qoldiq 11 ga teng chiqdi. Bo'luvchi nechaga teng? Demak, dastlab 111 dan aytganimizdek qoldiqni ayirib tashlaymiz. Bundan kelib chiqadi 100. 100 ni qandaydir bir songa bo'lganimda 20 chiqibdi. Demak, 5. 10-savol. Ushbu 2024 minus 725 ayirmani 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Dastavval keling ayirmani birgalikda hisoblaymiz. Ya'ni 2024 dan 725 ni ayiramiz. Xo'p, 14 dan 5 ni ayiramiz 9. Demak, 99. Endi biz hosil bo'lgan ayirmamizni 6 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. O'n ikkining ichida 2 marotaba, 9ning ichida 1, 39, 36, 3. Demak, 1299 sonini 6 ga bo'lganda 3 qoldiq qoladi. Javob. 11-savol. 624 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 41 va qoldiq 9 bo'ladi? Demak, dastavval 624 sonidan 9 ni ayiramiz. 615 va 615 ni 41 ga nisbatini aniqlaymiz. Bundan ko'rinib turibdiki 41 205 5. Demak, 615 ni 41 ga bo'lganda 15 chiqadi. Navbatdagi 12-savol. 2004 sonini 25 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Keling buni birgalikda hisoblaymiz. Demak, 2004 ni 25 ga nisbatini aniqlashimiz kerak, to'g'rimi? Dastavval 8 dan bersa. Xo'p, endi 25 ni 8 ga ko'paytiramiz. Navbatdagi 13-savol. Bitta guldasta 6 ta guldan iborat. Madinaning 50 ta guli bor. Madina yana A ta gul olib kelgandan keyin u barcha gullaridan guldasta tayyorlay oladi. Quyida berilgan javoblardan qaysi biri A ning qiymati bo'lishi mumkin? Xo'p, demak, bizning qo'limizda hozir 50 ta gul bor va biz shunday qiymatdagi gulni olib borganimizdan so'ng, ya'ni u 6 ga qoldiqsiz bo'linadigan son bo'lishi kerak. Keling birgalikda javob variantlarini tekshirib ko'ramiz. 36 ni qo'ysak to'g'ri kelmaydi. 20 ni qo'ysak 50, 20 ni qo'shsak 70 va 70 ni 6 ga qoldiqsiz bo'lishining imkoni yo'q. 50 ga 30 ni qo'shsak 80 va 80 ni 6 ga qoldiqsiz bo'lishining imkoni yo'q. Demak, to'g'ri javob C variant. 14. Natural sonni 10 ga bo'lganda bo'linma 15 ga, qoldiq esa 2 ga teng bo'ladi. Bo'linuvchini toping. Demak, biror bir A soni berilgan va uni 10 ga bo'lganimizda bo'linma 15 ga va qoldiq 2 ga teng bo'ladi. Demak, keling formulaga tashlaymiz. Ya'ni 10 ni 15 ga ko'paytirib qoldiqni qo'shishimiz kerak. Demak, bu yerdan ko'rinib turibdiki 152 bo'linuvchi ekan. Demak, 3749 sonida bo'luvchi 8 ga, bo'linma A ga, qoldiq esa B ga teng bo'lsa, A plus B ning qiymatini toping. Demak, avval 3749 ni 8 ga bo'lgandagi bo'linma va qoldiqlarni aniqlab olamiz. 32, 54, 48, 69. Demak, 69 ning ichida 8 marotaba 64. Demak, qoldiqimiz 5 ga hamda hosil bo'ladigan bo'linmamiz 468 ga teng va ularning birgalikdagi yig'indisi bizga ma'lum 473 ga teng. 16-savol. Hisoblash mashinasiga 9 ga bo'lganda qoldiq va bo'linma teng bo'ladigan 50 dan kichik sonlarni topish buyrug'i berildi. Mashina ko'pi bilan nechta son topa oladi? Demak, birinchi sonimiz 10. Ya'ni 10 ni 9 ga bo'lganimda 10 sonini 9 ga bo'lganimda hisoblash mashinasiga 9 ga bo'lganda qoldiq va bo'linma teng bo'ladigan 50 dan kichik sonlarni topish buyrug'i berildi. Mashina ko'pi bilan nechta son topa oladi? Demak, birinchi sonimiz 10. Ya'ni 10 ni 9 ga bo'lganda 1 dan yetib 1 qoldiq qoladi va bo'linma va qoldiqlarimiz o'zaro bir-biriga teng. Xo'p, keyingi soni esa 20. Demak, 20 ni 9 ga bo'lganimizda 2 dan yetib 2 qoldiq qoladi. Keyingi sonimiz 30. 30 ni 9 ga bo'lganda 3 dan yetib 3 qoldiq qoladi. Va keyingi son 40. 50 ning o'zini olishimiz mumkin edi, ammo bu yerda 50 dan kichik sonlar. Ya'ni bizga ma'lumki 50 dan kichik emas.
Demak, 4 ta son 9 ga bo'lganda qoldiq va bo'linma teng bo'ladigan sonlar hisoblanadi. 17-savol. Agar raqamlari turli bo'lgan 1786A soni 10 ga bo'linmasa, A ning barcha qiymatlari yig'indisini toping. Bizga ma'lum 10 ga bo'linish qoidasiga ko'ra sonning oxirgi raqami 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 0 dan tashqari barcha raqamlar yig'indisini hisoblashimiz kerak. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 45 ga teng. Ammo bu yerda shunga e'tibor bermabmizki, raqamlari turli xil bo'lishi kerak ekan. Bizga ma'lum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ushbu raqamlarni qo'yishimiz mumkin edi. Ammo biz 1 dan foydalandik, 7 dan foydalandik, 8 dan va 6 raqamlaridan foydalandik. Demak, qolgan sonlar yig'indisini hisoblashimiz kerak. Demak, 2 plus 3 plus 4 plus 5 va plus 9. Bularning yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 23 ga teng. 18-savol. Krakoziya davlatida dam olish kuni shanba va yakshanba emas, balki har oyda sanalarning 7 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan kunlaridir. Iyun oyida Krakoziya davlati aholisi necha kun dam oladi? Demak, bizga ma'lum iyun oyida 30 kun bor. To'g'rimi? Demak, 7 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan sonlar bular. Avvalo, 2 ning o'zini ham hisobga olishimiz mumkin. Keyingisi 9, xo'p, keyingisi 16, keyingisi 23 va keyingisi 30 ning o'zi. Ya'ni 7 ga bo'lganimizda 2 qoldiq qoladigan iyun oyi sanalari quyidagilar. Demak, ular 5 kun dam oladi. 19-savol. Dehqon tomorqasidan 48 tonna kartoshka hosili oldi. U kartoshkalarni sotish uchun ularni 7 tonnalik vagonlarga ortyapti. Buning natijasida necha tonna kartoshka ortib qoladi? Demak, biz 48 ning 7 ga nisbatini aniqlashimiz kerak. Xo'p, bizga ma'lum 6 kara 7 42. Demak, 6 tonna kartoshka hosili ortib qoladi. Keyingisi, natural sonni 18 ga bo'lganda bo'linma 14 ga, qoldiq 11 ga teng bo'ldi. Bo'linuvchini toping. Bo'linuvchini topishimiz uchun 18 ning 14 ga ko'paytmasini hisoblashimiz kerak. Avval, xo'p, 8 kara 4 32. Demak, 252. Demak, endi 252 soniga 11 ni qo'shamiz. 263. Demak, bizning dastlabki bo'linuvchimiz 263 ga teng. 21-savol. Yashiringan sonni toping. Bu yerda bizdan biror bir A qiymatdagi bo'linuvchini so'rayapti. Buni hisoblashimiz uchun 17 ni avval 14 ga ko'paytiramiz va qoldiqni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, 7 kara 4 28, 68, 17. Demak, 238 va unga 12 ni qo'shsak 250 ga teng bo'ladi. Demak, yashiringan sonning qiymati 250 ga teng. 22-savol. Qaysi javobda berilgan sonni 11 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng bo'lmaydi? 60 ni 11 ga bo'lganimizda 5 dan 7 necha qoldiq qoladi? 5 qoldiq qoladi, to'g'ri. Demak, bu yerda faqat 99 soni to'g'ri kelmaydi. Ya'ni 99 ni 11 ga bo'lganimizda qoldiqimiz 0 bo'ladi. Ya'ni bo'linma va qoldiq bir-biriga teng bo'lmaydi. Demak, 23-savol. A sonni 12 ga bo'lganda qoldiq 3 qoldiq qoladi. B sonni 12 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladi va C sonni 12 ga bo'lganda 4 qoldiq qoladi. A va B sonlar yig'indisining C songa ko'paytmasini 12 ga bo'lganda qanday qoldiq qoladi? Demak, keling o'zimizdan A ning qiymatini olaylik. Demak, A ni biror 15 ga teng deb olaman. Ya'ni 15 ni 12 ga bo'lganda qoldiq 3 ga teng bo'ladi. B sonini esa 17 deb olsam, 17 ni 12 ga bo'lganda qoldiq 5 ga teng bo'ladi. C sonning qiymatini esa 12 ga bo'lganda 4 qoldiq qoladigan son, masalan 16 qilib olishim mumkin. Bizga aytayapti, A va B sonlar ko'paytmasi, ya'ni
15 va 17 ning uzr kechirasiz. A va B sonlar yig'indisining S songa ko'paytmasini 12 ga bo'lganda S sonning qiymati bizda 16 ga teng, to'g'rimi? Demak, A, B, S sonlarini o'zimizdan tanlab oldik. Endi keling amallarni ketma-ket bajaramiz. A va B sonlar yig'indisining, ya'ni 15 va 17 yig'indisining 15 ga 17 ni qo'shsak bizga ma'lum 32 ga teng va S songa ko'paytmasi bizda S sonning qiymati 16 ga teng. 32 va 16 sonlari ko'paytmasini hisoblaylik. 518. Endi hosil bo'lgan ko'paytmani 12 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblaymiz, ya'ni 12 ga nisbatini aniqlaymiz. Xo'p. Kechirasiz. Uzr. 36. Demak, 23-savol. A sonni 12 ga bo'lganda 3 qoldiq. B sonni 12 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladi. S sonni 12 ga bo'lganda 4 qoldiq qoladi. A va bu sonlar yig'indisining S songa ko'paytmasini 12 ga bo'lganda qanday qoldiq qoladi? Buni hisoblash uchun A, B, S sonlarini o'zimdan tanlab oldim. Keling, birgalikda bizdan so'ragan amallarni ketma-ket bajaramiz. 15 va 17 ning yig'indisi bizga ma'lum 32 ga teng. Bizga aytyapti 32 va 16 sonlari ko'paytmasi, ya'ni 512 ni 12 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblashimizni so'rayapti. Demak, avval 4 dan beramiz. 8, 32. Demak, bizda hosil bo'ladigan qoldiq 8 ga teng. Navbatdagi 24-savol. A teng 14 plus 21 plus 35 plus va hokazo 105. A sonni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Bu yerda ko'rinib turibdiki 14, 21, 35 va hokazo 105 sonlarning har biri 7 ga qoldiqsiz bo'linadigan sonlar. Demak, 7 ga qoldiqsiz bo'linadigan sonlar yig'indisini yana 7 ga nisbatan aniqlasam, u yerda ham qoldiqimiz 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni A javob. 25-savol. 341 sonini qanday songa bo'lganda bo'linma 17, qoldiq esa 18 ga teng bo'ladi? Demak, avval 341 dan 18 ni ayirmasini hisoblaylik. Demak, 323 ga teng va 323 sonini 17 ga nisbatini aniqlaylik. 19. 26-savol. Minorai kalonni bezak bilan bezash uchun usta Baqo o'z naqqoshlariga quyidagi tartibda ketma-ket bezaklarni qo'yish kerakligini aytdi. Avval 7 ta dur, keyin 5 ta oltin suvi yugurtirilgan qimmatbaho tosh, keyin esa 3 ta yoqut toshlari. Agar naqqoshlar shu tartib bo'yicha ishni bajargan bo'lsalar, 88-o'rinda qaysi bezak qo'yilgan? Demak, avval 7 ta dur, xo'p, 5 ta oltin suvi, 3 ta yoqut. Demak, biz ketma-ket ravishda 15 xil toshlarni qo'yar ekanmiz. Demak, 88 ning 15 ga nisbatini aniqlaymiz va qoldiq qaysi toshga to'g'ri kelishini hisoblaymiz. Demak, 88 ni 15 ga bo'lsak 5 dan yetadi va 13 qoldiq qoladi. Demak, biz 5 marotaba 7 ta dur, 5 ta oltin suvi yugurtirilgan qimmatbaho tosh, 3 ta yoqut toshlarini terib bo'lganimizdan so'ng 13 ta tosh qo'yadigan joyimiz qoladi. Ya'ni, demak, 7 ta dur, 5 ta oltin suvi yugurtirilgan qimmatbaho tosh, demak, oxiri, ya'ni 88-o'rinda biz yoqut toshni qo'yar ekanmiz. S javob. 27-savol. 34 ta olmani 7 ta bolaga baravardan bo'lib berishmoqchi. Bu olmalar bolalarga baravardan bo'lib berilgandan keyin nechta olma ortib qoladi? Ya'ni 34 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. 6 ta olma ortib qoladi. 28-savol. Fermadagi qo'ylar kuniga 12 bosh pichan yeyishadi. Fermer shunga e'tibor berdiki, somonxonadagi pichanlar qo'ylarga 9 kunga yetadi va 11 ta pichan ortib qoladi. Fermerning bitta somonxonasida nechta pichan bor? Demak, 12 ni 9 ga ko'paytirib 11 ni qo'shsak va
Mana shu ifodaning qiymatini hisoblasak bo'lgani. Demak, 119. 29-savol. Alining dadasi unga 6000 so'm pul berdi. Ali biladiki, ertaga daftar narxi oshadi. Shuning uchun u bugun ko'proq daftar sotib olmoqchi. Daftarlarning har biri 550 so'mdan Ali nechta daftar sotib olishi mumkin? Demak, 6000 ni 550 ga bo'lgandagi bo'linmani hisoblashimiz kerak. Demak, Ali eng ko'pi bilan 10 ta daftar sotib olishi mumkin. 30-savol. Karim qanday eng katta sonni 12 ga bo'lganda bo'linma 20 ga teng bo'ladi? Buni hisoblashimiz uchun avval 12 ni 20 ga ko'paytiramiz. Demak, 240 va unga 11 ni qo'shamiz. Demak, Karim eng katta 251 sonini 12 ga bo'lganda bo'linma 20 ga teng bo'ladi. Buni sababini keltirib chiqarsak, ya'ni bo'linmamiz 20 ga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qandaydir bir sonni 12 ga bo'lganda, qandaydir bir eng katta sonni. Va qoldiqimizning qiymati ham eng katta bo'lganida, ya'ni 12 dan kichik bo'lgan son, bu eng kattasi 11. Demak, biz qoldiq xatga 11 ni qo'ydik va hisobladik. 12 ni 20 ga ko'paytirib 11 ni qo'shsak 251 soni kelib chiqadi. Shu bilan bugungi test tahlilimiz tamom.